Muhriddin, Toshkentdan yuklangan 26 ta filtr apparatimiz ertaga soat 10 yetib keladi. Ularni joylashtirish uchun joy yetarlimi? Aka, xavotir olmang. Ro'za tugash payti 200 ta filtr apparatni mana shu yerga sig'dirganmiz. Atiga hozir 40 ta filtrimiz qolibdi. Muammo emas, ertaga sig'dirib bilamiz. Yigitlar, ko'rmanglar. Ikkita yaxshi zo'r yangiligim bor. Birinchisi, Xitoydan konteynerga yuklangan 200 dona filtrimiz yo'lga tushib ketdi. Ikkinchisi, tenderda e'lon qilingan 80 ta filtrning natijasi bizning korxonamiz foydasiga hal bo'ldi. Shunday. Qisqa muddatda ko'p sonli uskunalar sotilishidan suv biznesining daromadi ancha yuqori menimcha. To'g'ri. 1 tonna filtrlangan suv sotib, hozirgi kun O'zbekiston bozorida 150-200 ming so'm daromad topish mumkin. Yaxshisi, men sizlarga 1 tonna filtrlangan suv orqali 400-500 ming daromad topish mumkinligi to'g'risidagi uskunani ko'rsataman. Ketdik. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan daromadli uskunalarimizning birinchisi 19 litrli idishlarga avtomatik suv quyib berish uskunasi hamda 5 va 10 litrli idishlarga avtomatik suv quyib berish uskunasi bo'ladi. Qarshimizda turgan uskunamiz, demak 5 va 10 litrli idishlarga suv to'ldirish uskunasi. Ushbu uskunaning qo'shimcha ehtiyot qismlari mazkur qadog'imizda joylashtirilgan.